Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Faratan? Rahmat. Faratan, kanalingizni zo'rg'a kommentlarni o'qib, izlashtirib, topib keldim. Nima? Kommentlarni o'qib chiqdim, Bezod akaning kommentlarini o'qib chiqdim, pastga tushib borib bolalar yozganlarini. Kanali bormikan deb. Ha, mani kanalimmi so'ragan ekanman. Keyin sizni kanalingizni izladimda, kommentlarni o'qib, topib, keyin qo'shildim-da oxiri. Hop, siz edingiz-a? Sanaqani 1618 so'ragan. Ha, o'sha men. Boshqa akkauntimda bu. Bu vaqtda savdo qilib tuzli yo'q. Hop, 1618 qanaqani zapis qilib qo'yamiz. 1618 o'zi aslida 1618 ni olib qaraganda bozor u mohiyat emas. Bozor mohiyat emas. Bozor mohiyat ob'yom, lekin u shunchaki texnik haqiqat sifatida yaxshi ishlab berilgan yo'nalish strategiya desa ham bo'laveradi. Bizga mana bitta hozir bozor bayga setup yasab berishi mumkin. Endi kiramiz. Hech narsa ko'ringani yo'q lekin. Yo'q, ekranim bilanmikanmi? Yo'q, hech narsa ko'ringani yo'q. Endi ko'rindimi? Mana endi ochildi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Charchamaslar? Mana shu joyda boyagi kichkina time frame'ga bitta strategiya bergansiz-ku, boshqacha Fibonacci bilan. Aha. M15 dan M1 gacha ishlaydi degan ana strategiyasi. Ha, scalp, aha. O'sha bilan kiruvdim, mana birinchi tepasini hozir oldi. Bayga selga kiruvmidingiz? Birinchi bay kiruvmidingiz? Bayga oldim. Mana bu yerda Anknot King yozib turibdi-ku, o'sha joydan kiruvdim. Yo'q. Ha, o'sha joydan kiruvdim-da. Qarang, bu narsa 2 marta ishlab berdi. Anaqaga, bayga ham selga ham. Xo'p, mana bularni o'chirib tashlasak, bu endi mana bu to'g'ri qurolda yozib qo'yganim. Bu strategiya, shaxsiy strategiya, ya'ni shaxsiy deganda menda bor, hech kimda yo'q degani emas. Boshqalar ham bor. Men prosta o'zimcha nomlab olganman. Men unga o'zim bilgan narsalarni qo'shib ishlatganman va bitta men beraman sizlarga mana bunaqa indikatorlarni.
Ekran ko'rinmayapti-ku o'zi. Ha, yaxshi. Mana indikator otsin. Okey. Xo'p, shunaqa объем bilan kichkina indikatorlar bor. Men o'zim объемda savdo qilaman. Men bu yerda hozir boshqa ekranga o'tkazsam sizlar ko'rmay qolishi mumkin. Shuning uchun o'tkazib o'tirmayman. Xo'p. Sizda mana объем bor. FIBO'miz qani edi? Okey. Bu bo'yicha o'sha TP'sini oldi. Qolganlariga yetib borganiga ham yo'q. Narx razvorot berdi bu yerda. Buni nimaga bunaqa bo'lganligini sababini tushuntirib beraman. Xo'p. Bunaqa tortdingiz? Men ichidan tortgandim lekin. Tushuntirib beraman. Bo'ldi. Bu yoqdan tortganligim sababi bu yoqda sizlarga ko'rsatish uchun объем bu yoqda bor edi. Bu yoqda bor edi. Men birinchi belgilagan zonam shu edi. Birinchi belgilagan zonamizda narx tasdiqsiz shunchaki 157 yo'q, 161 pips oqib beribdi. Keyingisida men bu yoqni belgiladim. Bu yoqni u o'tdan 153 pips oqib berdi. Endi keyin Baykir sababi. Mana объемni shunisi yaxshiki, mana shu xo'p. Bu yoqda bizda bir marta test qilindi объем bu yoqqa ko'chdi. Bu yoqda bir marta yana test qilindi. 2 marta ishlab berdi. 150 pipsdan 300 pips o'rtacha hisoblaganda. Keyin va bizdagi pastdagi объем ko'chgani yo'q. Ya'ni mana manba buzilgani yo'q. Va u Fibonacci bo'yicha bizda tortsa bo'lgan vaziyat yaratildi mana. Bu yerda maksimum, o'zini maksimumini yengiladi. Fiboni bu yoqdan olamiz. Okay. Xo'p, bizga bu yoqda объем tasdiqlanyapti va Fibo уровень tasdiqlanyapti. Bay kirilgan. Men o'zim ko'raman to'g'risi. Hozirda 211 pipsli natija. Xo'p, 300 pips seldan 211 pips. 400 511 pips. Ya'ni bir kunda shu yerda to'zdi 511 pipsli savdo. Xo'p. Endi nima bo'ladi? Bir soatlik o'tamiz. Bir soatlik time frame bo'yicha bizda bay ketish kerak bozor, chunki sabab line chartga o'tadigan bo'lsak, qaraylik. Xo'p, bu yoqda resistant bormi? Resistant, bu yoqda ham resistant. Bu yoqda ham buni yengiladi va bu yoqdagi объем bu ham o'chdi, bu yoqqa ko'chdi объем. Xo'p, bu kecha Fulmsda test bo'lib ishlandi. Endi bu ham atkaz, bu ham atkaz, bu ham atkaz ishlamaydi endi o'sha. Bizga eng oxirgi qolayotgan kuchli nuqta mana mana bu hozir qolyapti, mana shu resistant qolyapti. Bu resistant buni break qilolmadi, test qilindi va pastga ham buzib keta olmadi. Yo'qdagi narx qo'yib yuborgani yo'q narxi. Va bu holat bo'yicha biza bay kuchimiz kerak endi. Maksimumni yengillashga ishlasak bo'ladi bunaqa holat bo'yicha. Hozir ekranni bir marta ham o'chirib
boshqa ekranni ko'rsatman, to что nimada unaqa analiz qilinganligini o'zinglar ko'rsizlar. Hop, Apple Tiger qani. Ekran ko'rinyaptimi? Boshqa ekran ko'rinyaptimi sen? Ko'rindi. Mana bu Tiger Trade bo'ladi. Bozor bor ob'yemini shu yerdan aniqlasa bo'ladi. Уже mana buy ketamiz, men buy deydim. Ketamiz. Xo'p. 1 soatlik time frame o'tamiz. 1 soatlik time frame'da bizda mana shu yerda ob'yem bor. Ya'ni futuresda bu nimani ko'rsatadi? 4268 ko'rsatadi. Bizda bo'lsa Forex'da bo'lsa 4241 va 4247 narx oralig'i. Shu yerdan selga confirmation qidirib ko'rsak bo'ladi. Bu zonaga kelganda tasdiq olishni men YouTube'ga qo'yganman. Qanaqa tasdiq olinadi, nima qilinadi? Shu bo'yicha ishlaymiz. Tasdiq bersa selga kiramiz. Agarda обратный signal bersa, ya'ni пробойga ishlaydigan signal berilsa, bozorda пробойga ishlab ketamiz. Xo'p. Pastdan meniki ko'rayotgan bo'lsangiz, bugungi bayga butun bozor sel kirdi, lekin bozor sel yurganligi yo'q. Bayga ketdi. Xo'p, endi bu yoqdagi ekranni o'ylayman, sizlarga yana boshqatdan. Trading view ko'ryaptimi yoki yo'qmi? Da. Trading view ko'ryapman. Trading view ko'ryapgan bo'lsa, yaxshi. Xo'p. Endi 1618 bo'yicha uni men sizlarga alohida bitta tavsiya qilib beraman. Qisqa tushuntirib ketaman hozir shu yerda. Xo'p. Trending tortishi ham o'zini qoidasi bor. Trend boshlangan joydan tortiladi. Uni o'zi mendan yaxshi bilsanglar kerak. Xo'p, manaki. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bizda manaki maksimum ikkita уже bu trendingdan yorgan 3 ta. Xo'p, yaxshi. Endi nima qilinadi degan savolga keladigan bo'lsak, bizda Fibonacci bor va o'sha oddiy standartning Fibonacci. Uni qatdan qatga tortiladi deganingizda umumiy struktura yorilganda tortiladi va yerda bo'lishi kerak trend liniyaga keling, undan oldin chizib ko'rsating. Xo'p, bizda mana bunaqa trend bor deylik. Trend bor va mana bu yerda support zonamiz bor. Ya'ni qarshilik zonamizga kelganda narx xuddi mana shunday tushib kelyapti. Trendga kamida 3 marta tekkan bo'lishi kerak, eng kamida narx. Undan oshiqroq bo'lsa, yanada yaxshi bo'ladi. Va bizga, ya'ni shu bu narsa bo'yicha mazza qilib ishlashimiz uchun 3 martadan ko'p tekkan bo'lishi kerak va обязательно pastda support nuqtamiz bo'lishi kerak. Bayga ishlamoqchi bo'lgan bo'lsak, bu bayga ko'rsatib beraman. Va supportdan narx oxirgi shamni engulf qilib yopilib berishi shart. Bu muhim, bu narsani kursdan o'rgatmaydi. Xullas, oxirgi sham engulf bo'lib yopilib berish kerak va undan keyingi sham o'zidan oldingi maksimumni yengilab strukturani sindirib berish kerak. Sindirgandan keyin o'shandan keyin sizlar Fibo tortasizlar. Ya'ni felda mamutda engulfing sham shakllandi va oxirgi strukturani buzdi. Ana o'shanda keyin nimani Fiboni olib tortasizlar. Bu yoqqa buzilgandan keyin maksimumni pastga qarab tortasizlar. Masalada bo'ladiki, kirish nuqtasi 0.38 va 0.5 to 2.36 gacha. Agar kattaroq time frame ishlaydigan bo'lsanglar, mana shu nuqtadan bemalol tasdiq olib yanada ishlasanglar bo'ladi. Bizani chiqib ketadigan nuqtamiz 1.38 bo'ladi. Bu buy uchun ideal ko'rinishi.
Bunga ob'yomni qo'shilgan bo'lsaydi va hokazo nimalarni qo'shilgan bo'lsaydi, yanada idealli bo'ladi. Bu narsalarni men keyingi darslarda beraman. Filtr sifatida yana ishlatish, selga xuddi shunaqa, shuni teskarisi bo'ladi. Bizda resistance kunamiz bo'lishi kerak, narx chiqayotgan bo'lishi kerak. O'zidan oldin, bu yerda strukturani sindirishdan oldin, mana bu yerda engulfing sham shakllangan bo'lishi shart. Va strukturani sindirish shart. Keyin o'shandan keyin fiboni tortamiz. Fibo tortilgandan keyin zonalardan ko'proq 1 soatlik, 4 soatlik ishlaydilar. Bemalol Chiro time frame tasdiq olib ishlaysizlar 1.98 gacha. Xuddi mana shu ketma-ketinlikda ishlaydigan bo'lsanglar, stop yemaysizlar. Gapimga javob. Xuddi shunaqa bo'lishi shart faqat. Sapr nuqta yoki register nuqta narx kelishi kerak. Minimum sindirishdan oldin engulfing hosil qilish shart. Xuddi shunaqa bo'lgandan keyin minimum sindirish kerak. Minimum sindirgandan keyin sizlar fibo tortib enter qilsanglar bo'ladi. Har qanaqa joyga mana bunaqa misol, mana xo'p. Misol bundoq qilgan bo'lsak, xo'p, maksimum to'g'rimi? Xo'p, qaysi maksimum yordi, mana bundoq fibo tortib bo'lsak, ko'rasizlarmi? Biz stop yegan biz bu yerda. Xuddi shu bunaqa qilinmaydi. Asliga men hozir kichikroq time frame'da, bu hozir 1 soatlik time frame bo'lsa-da, narsani men o'zim M5 da ishlatib ko'rsataman. Xo'p, M5 ga o'tamiz. Xuddi o'sha shartlar bilan ketma-ketinlikni ko'ramiz. Xo'p, bundan oldin bizda mana bu yerda ob'yomni kattayn qilingan hududimiz bor ekan. Buni belgilab olamiz. Bu bir. Bu narsani indikatorlarimiz bor. Yo'q, ko'rsatsam bo'ladi. Xo'p. Bu yerda 2, ya'ni trendlinga bitta, ikkita, 3 ta bu yerda flatga tushib qolgan. Kecha yangilik oldi bo'layotgan holat bo'yicha xuddi shunaqa bo'lgan. Bizga qaranglar, qattiq yengilab beryapti maksimumni. Mana bu yerda. O'zidan oldin qaranglar. Engulfing bo'lyapti. Mana nechta ko'ringlar. Mana engulfing bo'lyapti. No, lekin bu yerda qaranglar. Fibo bo'yicha mana bundan tortadigan bo'lsak, o'sha stopimizni yeganmiz. Bu yerda funks bo'lgan kecha. No, ladna bitta stop. Xo'p, endi mana bu yerda ko'ramiz. M1 da ko'ramiz. M1 da ko'ramiz. Xo'sh, undan oldin bizda bu yerda xo'p, support zonamiz yo'q bo'lgan ekan. Bu yerda mana support zonamiz yo'q, lekin narx bizga 1 saqnashini ishlab bergan. Xo'sh. Buni betga tortganligimiz sababi maniki. Bu yoqda bor registrlar, bu yoqda bir nechta registrni xullas ichki strukturani shu yerda yangilagan. Agar strukturada uncha adashayotgan bo'lsam, to'g'rilab o'zingiz ishlatsizlar, chunki struktura bilan ishlamayman, bozorda ob'yom bilan ishlayman. Xo'p, maniki bu yoqda. Xo'p, ketdi M1 da mana bizda. Xo'p, mana bu yerda bitta engulfing. To'g'rimi? Mana ikkita sham birdaniga ketdi. To'g'ri, idealniy engulfing deb olsak bo'ladi. Endi bu yerda men shaxsan o'zim ob'yom qo'shib ishlatganim uchun bu yerda ishlaganman ertalab. Ivo narx keldi. 618 ga mana kelib borib berdi. Xo'p. Endi ishlab qoldi. Maqtan hozir sizga ham shu narsani ko'rsatib beraman sizlar uchun. Maniki bizda bu yoqda mana bu yerda nimamiz bo'lgan. Ob'yomlar kattayn qilingan zonamiz maniki. Bitta indikatorni yoqsam hozir ko'rsanglar bo'ladi mana. Maniki.
Именно shu yerda vaqt zonasi bo'lgan va shu yerga bozor kelgan. Bu indikatorlarni beraman o'zim sizlarga ishlatish qanday ishlatiladi, nima qilinadi. O'sha bilan bemalol ishga o'tasiz o'zingizga. Xo'p. Mana bu yoqda bo'lyapti. Nolda. Bizda bitta teginish, ikkita, uchta, to'rtta, beshta va mana bu yerda minimum. Hop. Bundoq tortadigan bo'lsak, bizga bu ishlab bermagan. Stopimizni olgan. Bu yaxshi. Bozorda stop yeyish u tabiiy hol. U qochib keta olmaymiz stopsiz. Mana yana. Bu yoqda keyin bizani realniy ob'em zonamiz bo'lgan. Mana bu yoqda. Katta limitning ob'em zonamiz bo'lgan. Bu narsani kanalga sizga g'oya tariqasida berganman. Shu yerdan selda bu seriyali oqib ketdi bozor. Xo'p. Mana bu yoqda bitta, ikkita, bu yoqda uchta teginish bo'lyapti. Tradingimizga oddiy FIBO tortamiz. Bizga ishlab berganman. Xo'p, mana ke ishlab bergan ekan. Bu yoqda 236 hududiga kelgan, lekin 168 gacha narx borib bermagan. O'rtacha hisobda biz mana bitta shu tozdan kirdik deylik. Stop 0 ga qo'yadigan bo'lsak, necha pips stopimiz bo'lyapti? 70 pipsli stop bo'lib ketayotgan ekan. Tek profit bo'lsa 137 pips bo'lyapti. Bu nima desam bo'ladi? Stop katta strategiya to'g'risi. Haqiqatan katta. O'zi aslida bugungi bir soatlik jamga qaraylik degan bo'lsak, bozor fliptir mana 5 ta yaxshi bo'ldi. Bitta diapazonda aylanib yuribdi bozor. Lekin o'tgan kunlarni misol ko'radigan bo'lsak, bir soat ko'rdik. Kelaydi bilib vashi boshqa parada ko'rsatish, shu zaif altinlar range'da yuribdi qachondan beri. Bitcoinni ko'rsataymi? Xo'p, mana Bitcoinda bo'ladigan bo'lsa, bu strategik bergan joyini o'zi yo'qdi. Bir soatlik time rasul harakat yil oxirligiga bir saldan keyin yengib, shu uchun vashi musul harakat qilyapti. Bu yoqda mana tutib mayli tushganga o'xshyapti mana. Mana bu yerda zo'r ishlab bergan ekan. Endi uzoq vaqt ketganda masalan bu narsani M1da ishlatishni ko'rsam, hop, MetaTradingga o'tamiz. Xo'sh. Hozir mana bunday qilamiz. Mashetto'si jonli savdo qilishga harakat qilamiz. Xo'p, bizda nima? Ob'em nakopleniyasi bo'layotgan zonamiz bor. Xo'p, yaxshi, endi indikatorlarni o'chirib turamiz. Bo'layotgan bo'lsa, ikkita ob'em indikator tasdiqlayapti bu narsani. Endi bundoq qilamiz. Qaraylik. Xo'p, oddiy trend liniya. To'g'rimi? Inline chartga o'tamiz. Sanab chiqamiz. 1 minimum, 2 minimum, 3 minimum. Yaxshi, zo'r. Bittasini buzilishi keyingisiga borishini ta'minlab beradi. Bizga nima qilyapti? Yaxshi analiz qildik, zona topdik. Analiz yaxshi. Mana holat bo'lishi kerak. Ya'ni bitta bizga minimum buzilishi kerak. Sel kirishimiz uchun. Ungacha sel kirilmaydi. Mana sizga bitta tayyor anaqa. Bu yoqda mana ko'rayotgan bo'lsanglar, eng oltin sham shakllanyapti. Bu shakllanaman bo'ldi. Eng bir rozida faqat bitta minimum buzilsa, keyin kiramiz. Atak ungacha kirmagan ma'qul.
Объем bo'yicha xuddi объемda o'rganib qoldim. 1618 bo'yicha xuddi shu. Bugun kanalga berilgan oiladan tak. Bu yoqda nechi pips? 140. Bu уже 150 dan o'tib ketdi. Hop. Ahmet soat 17:15 berilgan ekan. Soat 9:15 bir takbir söylüyordu. Bundan oldingisi. Bundan oldingisi berilibdi. Уже sizga g'oyat tashashim bilan 43 pips yurgan ekan. G'oyadan keyin bozor yana 140 pips yuribdi. Manimcha zo'r. Men bu yerda qanaqa nima bo'yicha analiz qilinganligini ko'rsatganman. Xo'p, bozor pay ketyapti hali ham. Tasdiq bersa ekan kiramiz. Sel uchun atak tasdiq yo'qmi? Demak, savdo ham yo'q. Endi turamiz. Xo'p, ben analiz bu parada qildim. Tiger ko'ryaptimi sizlarga? Alo, ko'ryaptimi bu anaqa bosh? Bo'ldi, mana demak endi qaranglar. Mana bu yoqqa kelganda ishlaymiz. Xo'p, bu bizga qiziq emas. Narx mashqqa kelganda selga tasdiq qidiramiz. Xo'sh. Bo'ldi. Impuls bilan chiqib yo'qmiz. Pastdan mana Tigerni ko'rayotgan bo'lsanglar, bizda ham yo'qdan qo'zg'alganlar. Bu MetaTrader'da trading view'da taxminan 291 pipsli natija bo'ladi. Xo'sh. Chop tashlaymiz. Bu ham kerak emas. Bu ham kerak emas. 15 bo'lib turamiz. Sel bo'lish ehtimolligi bor, yo'q emas. Xo'sh. Kimda qanaqa savol bo'lsa, men eshitaman. Indikator qachon berasiz aka? Indikator nariga ko'rsatgan indikatorlarning hammasini dushanba yoki yakshanbaga bitta darslik qilib chiqarib beraman. O'sha trading videoga maniki. Xohlasanglar o'zingizlar qo'shib olinglar, mana chiqarib qo'yaman indikatorlarni. Mana mana shu ikkita indikator turibdi. Yozib olsam bu narsalar bo'yicha nastroykiz qanaqa qilinadi, nima qanaqa sizlarga bitta qilib beraman. Ko'chirgan bo'lsanglar bo'ldi. Xo'p, turamiz endi yo'q bo'ldi. Xo'p, eng qizig'i men 4223 dan bay olgan ekanman. Hozircha 122 pips.
Bizani sezonamizga narx yaqin kelib qoldi. Maniki. Mana bitta mashinalar ekan. Birinchi qilib qo'yaman. Shu yerdan mashinalar ekan. Bu 4238 va 4247 narx oralig'i. Bratan, Tabii. boyagi buni musulmonlikdan o'rgangansiz-a, o'zi o'qigansiz-a o'zi? Ancha bo'lgan lekin bu U boshqa sharoit tortadi-da. Liniyani buzsa o'zi o'shani tanasidan olib, anaqa fokus-mokuslar qilib tashlaydi-da. ha, u liniyani qandoq tushuntirsam ekan, trend liniyani buzdi degani bo'ldi, narx razvorot beradi degani emas. Necha marta stop yedi o'tgan hafta? Ikkita ko'rdim adashmasam. Ha, siz ikkita ko'rgan ekansiz. Men kuzatmayman. U insonni anchadan beri. Menga yetib kelishicha bir hafta tinimsiz stop yegan. Endi Anaqa VIP kanallarida bo'lgan bo'lishi mumkin, bilmadim, lekin men ikkitacha ko'rdim-da, unaqa globalniy kanalda. shaxsan o'zim u strategiyani umuman ishlatmayman. Menga umuman qiziq emas u strategiya. Endi tasavvur qiling, misol trading mana bizning sezonimiz keldi, tasdiq yo'q, kirdingiz. Misol 4000 narxdan siz o'sha 4000 narxga tilla keldi, mana bundoq tilla keldi. 4000 narxdan siz tilla sotib olasiz, misol 1 kilo deylik, misol 1 unsada hisoblanadi tilla. 1 unsa sotib oldingiz, tilla ozgincha teparoqqa chiqadi, qimmatlashadi siz sotib olgandan keyin. Ya'ni tushadi, keyin mana keyin ozgincha pastga tushganda men 2 yoki 3 yoki 5 unsa sotib olaman. Yana ko'tariladi. Yana kimdir sotib oladi, yana ko'tariladi. Xuddi shunaqa narsa trading. Bu ma'mula qilib trendingni tortib qo'yib, chapdan o'ngga, o'ngdan chapga, tepadan pastga, orqadan oldinga tortib, fibo tortib, keyin entry qilish bu trading emas. Tasavvur qiling, siz nima ish qilasiz? Sen manmi? Ha, siz. Men ko'p sohada ishlaganman. Endi men hozir ishda emasman. Oldin korxonada ishlaganman, ishlab chiqarishda anaqa bo'lim boshqarardim. Eksport asosan Qozog'iston, O'zbekistonning o'ziga. Ha, bo'ldi, tushundim. Xo'p. Misol, oddiy shokolad ishlab chiqaradigan katta kompaniya, sex, zavod deylik. Bir kunda sizlar 500 kilo mahsulot ishlab chiqarsizlar, mahsulotingiga bozorda talab bo'lsa, sizlar bera olasizlar o'shancha narsani. To'g'rimi?
Mhm. 500 kiloga talab bor. Sizlar 500 kilo chiqarasizlar, 1000 kiloga talab bo'lsa, 1000 kilo chiqarasizlar. Talab bo'lmasa, sizlar taklif qilolmaysizlar kilo, to'g'rimi? Yo bo'lmasam To'g'ri, mani to'g'ri. do'konimga kelib olsan, ol, mashina ol demaysiz-ku. Trading ham shunaqa. Talab bo'lmasa, sotib olishga yurmaydi narx. Bu sizni Fibonacci'yiz, sizni trendliningiz balon-battarga qaragan narsa emas bu. Narx bor, talab bor, yuradi. Narx bor, narx yo'q, talab yo'q, yurmaydi. Shuning uchun to'g'ri tushunish kerak. Bu oddiy narsa emas. Xo'p, o'sha zonagacha men bay olib chiqdim. Endi hozir kutamiz. Bu zona katta ehtimol bilan proboy bo'ladi. Ya'ni buzib o'tiladi. Xuddi shunaqa narsada bu ko'pchilik O'zbekistonda shu narsaga yopishib qolganda, trendlikni tortaman, chapdan o'ngga Fibonacci tortaman, bo'ldi yorib tashlayman, buzib tashlayman. Unaqa emas. Ular shunchaki qo'shimcha vosita xolos. Bozorni misol tasavvur qilaylik, saldan keyin o'sha 20-25-yillardan bozor lanch bo'lib yurmay yotadi. Ya'ni nimaga bozorga ishtirokchilar kirmaydi, ya'ni sotib oluvchi, sotuvchi kirmaydi. O'shanda na bozor Fibonacciga tushadi, na trending, na boshqa narsaga tushadi. Hech narsaga tushmaydi bozor. O'sha uchun bozor mohiyati trending emas, avion. Ya'ni kimdir nimadir sotib olsa, narx qimmatlashadi ko'proq. Yoki sotsa arzonlashadi. Talab borki, taklif bo'ladi. Sezondan oldin misol tasdiqsiz kirsa ham 54 pips tasdiqsiz. Bizga tasdiq bilan kerak, tasdiqsiz kirmaymiz. U balansimiz dahshatli emas, o'sha uchun. Tak, hozir 1 minut o'tib meni chaqirib qo'yishdi. 1 minut aytaman. Tasdiq bo'ldi lekin. Agar narx hozir bizga RB setup bersa, bayga qo'shilamiz. Bitta bor hozir, mana Riston bor. Pastda support bor. Ristonni break qilib, mana holat bo'ladigan bo'lsa, bizga bu buy uchun entry zona bo'ladi. Katta ehtimol bilan buzadi narxda. Точно buzadi.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Bekit o'zimiz aka, yaxshilamabsizmi? Rahmat. Charchamayapsiz? Xudo shukr, rahmat. Xo'p. Maniki bizda resistan break bo'ldi. Ya'ni bu yoqda R, bu yoqda S, mana R. Kamida yana bir marta bizga yengillab berish kerak. O'shanda kiramiz. Agarda hozir kiradigan bo'lsak, buzib mana bunaqa holat bo'lishi mumkin. Bu tasdiqlanmagan hali bu holat. Ya'ni to'g'ri resistantligini tasdiqladi, sapartligini tasdiqladi, lekin buzib qo'yish mumkin sapartda. O'sha uchun bizga 2 marta shu holat bo'lishi kerak. Ya'ni Rdan 2 ta bo'lishi kerak mana. Ya'ni bu yoqda bitta resistant, yana bitta resistant. Buni buzish kerak narxga. Agar teskarisi bo'ladigan bo'lsa, signal teskarisiga ishlab ketadi. Bo'ldi. Endi e'tiborni selga qaratamiz. Lekin shoshmay turish kerak. Bu selga qaratamiz degani bo'ldi, sel ketadi degani emas. Xo'p, ob'yomni qaraymiz. Endi ishonsa bo'ladi sel ketishiga. Shunda ham unaqa katta nimada yurmaydi, katta diapazonda yuradi deb o'ylamayman sel. Yuz pips tashlab berdim hozir o'zi. $96 pips. Tasdiqsiz tiket yoqadimi deyman bu. Agar kiradigan bo'lganimizda stopimiz kattalashib ketardi. 80 pipsli stop. Bo'ldi. Bizda analiz o'xshadi, lekin enter qila olmadik. 112 pips. Siz qilgansiz, to'g'rimi? Sarvarga full marj doimgidek. Yo'q, bo'lmasa, ozgina qilib. Qo'ysangizchi. Hali bayga ammo yorib tashladim borib. O'ldirib. Ko'rdim, kun bo'yi qonim ichdingiz. Men bir tinchligimga kun bo'yi yaxshina minus o'tirdim kun bo'yi.
Foydan chiqarib oldim, laxtaga 500 ga 240 lotda kirdimi bittada. O narsani ko'rsasiz. O narsani realni ham bilibsiz. Sidqi dildan emibdi onasini. %35 pips. Voshcha zo'r. Xo'p, mana bu nuqtadan biz bayga tasdiq qilamiz. Tasdiq bersa o'zi siz oqib uchib ketyapti-yu bozor. Shunday ham. O'zi men kirmoqchi edim mana bu sexga, chunki bu 1 soatlik zona, oddiy zona emas. Shuning uchun lekin kirmadim, to'shdi nimaga tasdiq bo'lsin dedim. 140 pips oqib berdi. Kirganga yarasha tasdiq bo'lsin dedim. Tasdiqsiz bo'ldi. Buni kutamiz hali. Bizga mana bu holat endi misol qaranglar. Misol mana Riston bu yoqdagi supportga keldilar. Ristonning breakisi atkatidan bayt qo'ramiz. Faqat mana bu yerda break qilishi kerak, ya'ni balansni buzish kerak. Balans buzilmasa bay ishlamaymiz. Ozmashgacha bay ishlasa bo'ladi-ku degan narsa xato. To'g'ri chiqib berishi mumkin. Buzib kelgan atkatan beradi. Lekin bu xavfli. Pastki ma'noda buzib ketishi ham mumkin. Tepaga buzib atkat bersa, balans buzilgan bo'ladi. Biz balans buzilishidan bemalol любой atkatdan bay qidirib ursak bo'ladi. Atak balans buzilmadimi, demak qiziqmay turadi bay uchun. Bu narsa bu biz misol scalp fibo bo'yicha ham chiroyli uringa kelgan. Lekin degan joyi bo'ldi. Buni tortadigan joy emas bu. Sabab nima? Scalpda mana bunaqa bo'lishi kerak. Yokida o'zini bitta yoki ikkita supportini yoki restini buzish kerak. Bu qayerda ishlagan? Именно shu qayerda ishlagan, mana bu yo'lda ishlagan. Mana. Birinchi tek profit ham, ikkinchi tek profit ham olingan. Maniki 630 u chamuchigacha hisoblasak 672 pips. Manimcha, bilmadim, O'zbekistonda kurs ko'tarib traderlar bunaqa nima deydi? Berolmasa kerak bunaqa siniya strategiya. Balkim beradi, balkim yo'q, men bilmadim, lekin ko'p kurslarda o'qiganman, bunaqasini ko'rmaganman. O'zim maqtab qo'ying. Faqat qonun ichayotgan siz bos, Sarvar aka. Nimaga, aka? Men ham ishlolmayapman siz oldingizda u. Realni Nasdaq Nasdaq chiqmayapti-da, bilay. Nimaga? Sentda yo'q. Sentda yo'q ekanda. Bitcoin bo'lgan, mana valutingiz bir xil deyarli. Bitcoinni sham bozor yig'latib yubordimi, onasi. To'g'ri.
Shanba kuni ham shu Telegramga, telefonga yaqinlashmay deyman, SMS keladi. Nima balo bo'ldi deyman. Asal oqyapti o'zi ham Bitcoin asal. Tilla ham oqib ketishi mumkin. Bizga tasdiq bermayapti hozir. Tasdiq berish kerak. Xo'p, qaranglar, mana bu yoqqa qaraydigan bo'lsanglar, dollar indeksi oqib yotibdi mana. Kunlik серьезный zarar anaqada turibdi-da, yo'qotishda turibdi dollar indeksi hozir. Bunday qotib qoldi. Nimaga dollar ochmayapti? 0.37% minusda ekan hozir dollar. Qarasa, dollar oqib yotibdi, Bitcoin ham oqib yotibdi, Nasdaq вообще oqib yotibdi. Tilla endi o'ziga kelishga boshladi ozgina. Volatilность серьезно oshib ketdi tillada lekin. Xo'p. Voy. Buncha oqyapti, Nasdaq ham buncha oqyapti. Hech qanaqa sababsiz oqib ketibdi Nasdaq. Xo'p, biz tilida ishlaymiz, yo'q boshqasini. Men e'tiborimni bayiga qaratib turibman hozir tilda faqat sel bo'lish uchun mana shu mana berilgan balans buzilishi kerak. Shu balans buzilsa, undan keyin sel qiziqib ko'raman. Faqat bersa entry uchun. Bermasa qiziqmayman sel.
Qiynadi-yu orasi. Manba kirdim. Minimalni kodda kirib tashlamaymiz. Stopni man 4221 ga qo'ydim. Xohlovchilar uchun. Chunki man tepada likvid bor, balki o'sha yerga chiqib berishi mumkin deb o'ylayapman. Nechigacha aka? 4280 bu 4280 bu bizda Forex'da bo'ladi. 4260 bo'ladi bizda. Xo'p, shu yerdan yo'q, 4253-54 bo'ladi. Mana shunday bo'lishi kerak. To'g'ri hisoblagan bo'lsam. 54 bo'ladi. Nu, hozircha tasdiq yo'q. Men shunchaki Vangaga o'xshab follow chiqardim. Shu narsa qo'yasizlar. Yepa. Bormi og'riq? Bormi pribыл deydi? Tashlaymi? Men tashamay qo'ydim. Marjani 92 pips. Marja bosib olishni nima balo?
Ya, full emas. Qani tashladingizmi? Qayerga tashladingiz? Yo, hozir tashim. Yana bir fotoga chiqasin deng. Ya. Men tashim. Ha, selni erta yubordim deb aytdi. Ha, seldami deysiz? Selni yopib keyin bayga o'tdim. Sizga bir narsa gapirib bo'lmaydi, Sarvar aka. Krasavchik. Mendan oldin ochgan ekansizmi deyman. Mhm. Siz shogirdingmi? Gapga foydasi tegsa, meza qiling soqqani bosing. Hozir bu tasdiq berilimi? 100 pips. Yo'q, biza qarang, men tasdiqsiz ishlayman, to'g'risini aytsam. Men ishlashim umuman boshqacha. Zonaga kelsa kiraman, chunki men bitta sel olishim kerak edi. Sizlarga sel deydigan bo'lsam, stopili kodda bo'lib ketishi mumkin deb o'zim kirganim yo'q, yetganim ham yo'q sel. Bu yoqdan aytdim. 20 necha 21 ga qo'ydim dedimmi stopimni? Yo 23 da ekan. Ana stop. Mana stopda. Hop. Necha pips? 37, 38 pips qo'yilgan ekan stop loss. Bu bozor bizga 38 pips stop loss qo'ygan bo'lsa, 100 pips berib berdi hozir. 1 ga 3 mi? Yo'q. Qanaqa tasdiqlay olasiz buradan? Tasdiq olmayman. Struktura men ishlamayman. Men ko'rayotgan bo'lsangiz, men объемda ishlayman, aka. Объемga keldi, kiraman, tamom. Mana, qani? Bir soatlik ko'radigan bo'lsak, bizda zona bor, narx bor, absursiz bo'lgan va hokazo va hokazo. O'sha yerdan bosib 140 pirsdan oshib pastga tushib berdi va bu yoqda bizda bizani entryimiz bizani mana ishlaydigan tizim bo'yicha bayga pozitsiya qarab ko'radigan joyi edi. Shu yerdan bay oldim. Xo'p, buni mana bu yoqda mana indikator bitta yoqamiz, unisini ham bitta yoqamiz, sizlarga ham ko'rinadi keyin. Ko'rayotgan bo'lsak, xuddi o'sha narsada. Mana bu yoqda o'sha oxirgi minutlarda, ya'ni oxirgi 10 minutlik ichida yarim soatlik to'g'risida, oxirgi yarim soatlik ichida mana kirgan ob'yem bu va uni fok nuqtasi va val zonasi, vaqt zonasi. Past bizani sotuvchi bo'lgan zonamiz, eng ko'p ob'yem kirilgan nuqta va sotuvchilar zonasi. Biz sotuvchi zonasidan uchidan oldi, ketdi bozor. Именно uchidan 100 pips mana. Betdan o'tib ketganda nima qilardim? Pastda yana bor edi, nolatli. Stop shuni pastga qo'yib.
Xo'sh, bu narsa har kun bo'yi ishlagan narsa mana bu kostyum. Xo'p, mana. Mana bu yerdan sell 154 pips. Bu yerdan buy. Mana bu nuqtadan buy. Bu qatta olinyapti bunga, bu qatta kelgan buni hududiga mana bu yerda kelgan. Bu yerdan buy. $110 pips. Bo'ldi shu. Boshqa o'zimni boshqa sabablari ham bor. Bu yerda işte bozor yurishi, xarakteri va hokazo narsalar hammasi bog'liq. O'sha talab va taklif degan gaplarim shundan iborat edi. Ya'ni sotib olinmasa nima bo'lmaydi-da, kimdir sotib olmasa yurmaydi narx. Kimdir sotmasa yurmaydi yoki bo'ldi, mana buni tashlaymiz. Bizda bu qoldi. Bu nima bo'yicha hozir объем накопления, ya'ni flat объем buzgan tarafiga ketaveradi. Ya'ni bozor kuchli tarafi buzsa ketadi. Kuchli taraf hozir sell bo'lib turibdi va bu yoqda tepada likvidlar turibdi. Ya'ni mana shu yerga chiqsang, men sendan sotib olaman degan odamlar turibdi mana shu yerda. Katta kompaniyalar turibdi. Ya'ni oddiyroq tushunishganda, oddiy misol shokoladni tonni sotib olaman shu chiqavergan, shu narxga olib chiqavergan endi ya'ni 4250, 4253larga olib chiqqan, men sendan 5 tonna, 10 tonna shokolad sotib olaman degan. Ya'ni oddiyroq tushunarliroq gapirganda, shunaqa odamlar turibdi, shunaqa narxlar turibdi. Именно mana shu hududda. Shu hududda 5 tonna olaman deyapti bittasi. Yo 131 tonna shokolad olaman degan odam bor ekan. Shokolad deganda, aynan shokolad emas, bu kontrakt, ya'ni 131 kontrakt sell uchun, ya'ni sotuv uchun. Narx nima qiladi? Likvid tarafga yuradi. Biz Tigerda bo'lsa, manaki o'sha yaqinlashib qoldi o'sha mana bitta. Mana buni ko'rasizmi? 4300 ekan bu, teparoqda ekan yanada. Birinchi mana buni olishimiz kerak, 4280 ni olishimiz kerak. 4280 ni olgandan keyin ozgincha pastroq qatkat 4300 ga chiqamiz. Biroq undan keyin dakansiz ketaveramiz. Chunki undan ham katta, xullas tog'alar ko'p, puli ko'p tog'alar tepada. Manaki 5000 da bor ekan manaki. Necha tonna, 10 tonna oladimi bu, qancha oladi bilmayman. Oddiyroq gapirganda, ya'ni shokoladni o'zi detskilashib ketdik. Rahimov aka, bu narsa ko'rayotganingiz Fibonacci'ni chapdan o'ngga tortishmasdi. Qo'pol qilib aytaman, dabbaga o'xshab Fibonacci tortishmas. Dabba deyotganda o'shalarning bittasi o'zim bo'lganman qachonlardir. Bozor mohiyati Fibonacci emas. To'g'ri, ishlaydi, ishlamaydi emas. Sizga bozor nima qilayotganligini, qanaqa xarakterdaligini, nima qilmoqchiligini, bay ketmoqchimi, sel ketmoqchimi, qatgacha bay ketishi mumkin, tushuntirib bera olmaydi-da.
Fibonacci sizga oddiy misol mana menda ham Fibonaccilar bor o'z kursda. 9 ta Fibonacci bor, birontasi ishlatmayman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bittasini ham ishlatmayman. Qachonlardir qiziqib o'rganib, kimlardandir olib, o'qib, pullar ketkazib, vaqtimni ketkazib o'rganganman. Birontasini ishlatmayman. Mana bu skalpni ham aslida sizlarga foydaga chiqinglar sal bo'lsa ham, chunki men o'zim foyda qilganman-da bu narsa bilan. Men o'zim foyda qilganman, sizlar ham foydaga chiqinglar deb berilgan narsa bu. Mana aslida bitta uni tortish mumkin emas, xo'p. O'sha uchun. Menga bu narsa qiziq emas. To'g'ri, mana bu yerda strukturaga mana bu yoq sindirgan, mana bu yoqqa tortilgan bo'lsangiz, uchiga tortilgan bo'lsangiz, tepa 1, 2, 3 hammasini olib berdi. Ko'rasizmi? Tamashdan kirding. 360 pips, lekin menga qiziq emas-da bu. Bu narsani YouTube'ga qo'yganman, nechta odam ko'rgan, hozir ko'ramiz. Mana shu strategiyani jonli efirda qanaqa to'liq ishlatilishini ko'rsatib bergansiz-ku zapisdan tashqari. Qaysi strategiyani? Mana shu Fibonacci'ni hozir ko'rsatganingiz unaqa Candle bilan ishlatishi, o'shanda men bo'lmaganman. Hozir bitta tushuntirib yuborsangiz zo'r bo'lardi. Aka, bu narsaga darslik qilamiz hali. Buni qo'shimchalari bor, asl to'liq bermaganman. To'liq berilmagan. Buni yana ikkita qo'shimchasi bor. Xo'p, oxirgi o'sha qo'yilgan videolarimiz, xo'p. 6 kun bo'libdi. 19 martagina ko'rilgan. Bu uyatda endi. Qaranglar. 40 ta obunachi bo'libdi, zo'r gap yo'q. 6 kun ichida 19 martagina ko'rilgan. 5 ta like endi. Vashida. Xo'p. Qani o'sha scalp fibo qani qisqa tasdiq bilan ishlash 51 marta bo'libdi. Salkam 1 oy bo'lgan video 51 marta ko'rilgan. 51 marta ko'rilgan. 13 ta like. Darslik ko'payib ketibdi. O'zi darslik ko'p. Общий video menda 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta ekan. Xo'p, fibo scalp bo'yicha o'sha qilganim 1 oy bo'lib turasi 74 tagina odam ko'rgan. 74 tagina odam ko'rgan, 16 ta like. 14 ta fikr yaxshi. Endi bunaqa kursni aytaman, уже chiqarib yo'q, YouTube'ga hech narsa. Birinchidan aktiv yo'q, ikkinchidan reaksiya ham yo'q. Kamiga ayrim narsalarni olib sekin-sekin kurs qilish boshlanibdi odamlarda. To'g'risi ham qo'yim yo'q. Hech narsani. Men shorts video qo'yganman, hech kimga manfaati yo'q. Million prosmotr urgan. Men oxirgi o'zim ishlab qo'yganman. Telegram o'ziga xabar bering. Telegramda ham odam ko'pchilik ko'radi. Telegramda odam kam-ku, qanaqa ko'pchilik ko'radi? Asha ko'pchilik ko'rsin deb atayin YouTube'ga qo'ygan edim, lekin bilmayman, YouTube'da ko'p odam ko'rmayapti. Ko'pchilik 174 ta. 174 ta sizga ko'pchilik, u bizni 500 ta edik. Eshitishdan kamayib ketdi. Mayli, nima ham dedik. Chunki men nimaga aniq qilaman? Signal bermayman men. Jonli savdo qilaman nima qilaman? Nima edi? G'oya tashiyman faqat. O'sha uchun meni kanalimdan ko'pchilik chiqib ketdi-da. VIP kanal so'radi ayrimlar. Menga VIP kanal kerak yo'q. Ochmayman ham VIP kanal. U pulli kanal qilib, kun bo'yi signal berib. Undan ko'rasi o'sha ishlashni o'rgatib qo'yib, tushuntirib qo'yaman. Kim ishlasa ishlab yuraveradi o'ziga o'zi. Xo'p, tashkilotchi natijalarni kimdir ishladimi? Mana kanalda tashlayman ochgan bitimlarimni.
Ata, mana shu ob'yom haqida ham YouTube'ga qo'yganman dedingizmi darsni? Yo'q, bu narsa yo'q. Ob'yom bo'yicha bitta videoyim turibdi, kanalga qadab qo'yganman. Siz aytyapsiz-ku, kanalda obunachi ko'p-ku, siz 174 tadan 71 dona odam ko'rganda. Bu narsa qo'yilganidan keyin salkam 15 kun, 17 kun bo'ldi, 20 kundan oshyapti salkam. 16-noyabrda birinchi qism qo'yilgan ekan. Birinchi qism boshqa qo'yilgani yo'q hali. Ikkinchi qism qachon qo'yasiz? Qo'yib qo'yarmiz qachon. Lekin boyagi Fibonacci'ni to'liq qo'yib bering. Qarang, men bu to'siz qirol degan strategiyamni o'sha birinchi qismi. Agar nechta odam ko'ryapti mana. To'siz qirol mana shu strategiyani o'zini o'rganadigan bo'lsanglar, imonni bitta mana shu men o'zim ishlaydigan to'siz qirol strategiyasini bitta shuni o'zini o'rganadigan bo'lsanglar, men любой odamga javob beraman. O'zbekistondagi любой farqi yo'q kimligini. U muslimalimi, yana kimdir uni qiziqtirmaydi. Bitta mashina sizlarga zo'r daromad olib chiqadi. Misol, Sarvar akam nimani biladi? To'g'ri, ayrim narsalar bilmagan, ayrim narsalar ko'rsatgandirman, o'rgatgandirman. Agar mashinasi qo'liga tushadigan bo'lsa, bozorga bilmayman. Bozorga kirsa, bozor yuradigan bo'lib qoladi. Misol, mana Sarvar akam yo'q-ku, qirol yo'q. Kanalda bormi? Qirol deysizmi? Tochsiz qirol dedingizmi? Nima dedingiz? Mana men bu inglizcha yozib qo'yganman-ku, mana shu strategiya tochsiz qirolda men o'zim qo'yganman nomini. Sabab bunaqa qo'yishimning sababi meni hech kim tanimaydi. Internetda yo'qman unaqa. To'g'ri, Instagramga kirsangiz yaxshi videolarim bor, analiz qilib tushuntirib ishlaganman. Videolar bor. Lekin baribir ko'pchilik bilmaydi. O'sha uchun men qirolman, lekin tojim yo'q degan ma'noda o'zimchani o'zim Superman, Mega Ultra Pro Max deb bilaman-da. O'sha uchun xo'p, 169 pips yomon emas. Sarvar aka, bugun cho'g'ini sizdan. Kartamni tashlayman. Vallahi tashlang. Zararimni qoplab bera olasizmi? Yo'q. Siz zararingizni qoplamayman. Zararni qoplash rosa bir yil ishlash kerak ekan. Qoplab tashlaymiz, xudo xohlasa. Bugun o'zi qoplab tashlaymiz. Xo'p, men ko'p bitim ochib tashlagan edim. Salkam 3 lotga yaqin bitim ochgan edim. O'shani yopganman. 90% yopdim bitimni. 2 ta 0010 qoldi. Yo'q, adashimdan 3 lot emas ekan, 80 ekan. O'shani 90% yopildi, 2 donasi qoldi. Baribir kunlik zarardaman. Ertalab uyqusirab katta lotni ochib tashlagan ekanman, bilmasam. Bilib qilganman, bilmayman nimaga bunaqa katta lot ochganman. Zarardaman xullas. Yopamiz, xohlasimni. Bitcoin ham jo'lanib qolibdi-ku, to'satdan bu nima bu? Xohlasa bayga yurib tashlaydi, xohlasa selfie oqib ketadi bu. Вообще bu. Yetib tashlabdi-ku Bitcoin.
Mazasini qochirish kerakmi deyman, bitta 100 lot qilib, Sarvar aka. Shunaqa qilish kerak. Ertalab mani mazam qochirdi shu bitta 100 lot qildim. Stopim urdi, keyin uchib ketdi. U ertalabki 100 lotmidi? Ha, Yashirib tashlagan. 26.400 zarar. Shuncha minusda turibsizmi hozir? Yo'q, hozir foydadaman. Ertalab ochgan bitimim o'zi shunaqa zararda. Bitta bitimim o'zi shunaqa zarar. Bizga akajon qizig'i yo'q bunaqa narsalar. Sabab pul maniki emas. Bu bir investor bilan ishlaymiz. Investorniki pufik. Bu birinchisi emas, 100 lot ochishimni. To'rtinchisimi shunaqa. Oldingilar hammasi foydada chiqqan. 30.000, 37.000 foydada chiqqan biza. Shu ertalab 2,5 adashmasam, yolg'on bo'lmasam 3 soatcha uxladim. O'sha uxlaganimdan keyin o'zimga kelolmadim вообще. Uyqusirab ertalab ochdim. Bilmayman nima analiz qilib qanday ochdim tushunmadim o'zim ham. Stop yegandan keyin ancha o'zimga kelmadim. Shunaqa investorlarni qanaqa topib olasizlar? 3 yilgacha chiqdi-da, u yoqdan bu yoqdan qidirib. To'rt ming ikki yuz oltmish ikki, 4.266. 35. Bitta narini yopdim-a. Pastroqqa tushib kelishi mumkin bu nar. to'rt ming ikki yuz o'ttiz ikkiga kelishi mumkin. Aniq emas, lekin ehtimoli bor. Xo'sh.
Tikka o'tibdi-yu. Ajali, bo'lib ketdik. Xo'p. Mana bu chiziq qo'yganman-ku, 4277. O'sha break bo'lsa, ya'ni o'sha yerga chiqqan narx tepaga o'tib ketadigan bo'lsa, mana buni oladi. 4280 dagi limitda o'tdi. Salkam 200 kontraktdan oshiq kontrakt turibdi. Undan keyin atga tushadi, undan keyin bilmayman. Tushgandan keyin yana tasdiq olib ishlaymiz tepagacha, 4300 gacha. Bizdan keyin kutib narx ko'p bo'lar ekan mana. Yaxshi. Xo'p, bo'lmasam kelar charchamanglar, men chiqdim. Atkatdan bayishlayveramiz. Atgatgacha bo'lsa ham narx maksimum yengillaydi. Sabab ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu yoqda
Likvid ko'p, katta ob'yomda turibdi. O'sha uchun mana bu yoqda 5000 ham turibdi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, chiqadi qachondir. Bugun emas, ertaga emas, balki meningga ham emas, lekin chiqadi. Keyingi yili chiqadi. Endi menimcha bu yilgi kech bo'ldi. Belki bu 5000 chi narxi hali dahshatli pipsi urush kerak. O'sha uchun. Lekin maksimumni yengillashimizga oz qoldi. Ya'ni tarixiy maksimumni yengillashimizga oz qoldi. Yengilashlardan keyin yana dars. Eshitdingmi? Lekin brokeringiz qanaqa? Hop, hozir Access ishlatyapman hozir. Unaqa Access, unaqa bloklarni chiqarib bermaydigan vaqtlar ham bo'lib qoldi-ku. O'shanga so'radim. Access unaqa chiqarib bermaydigan vaqtlar bo'lib qoldi-ku, depozitni yoki foydani, pribilni. Foydani uni holat bir marta bo'lgan. Savdo ochiq turgan paytda, ya'ni bitimlar ochiq turgan paytda zaifga berib olganman, ya'ni nima desam ekan? Lichga anaqa berib olganman-da, zaifga. O'shandan keyin nima bo'lib ketgan? Ben bloklagan. Plus akkauntni bloklanib ketgan. Hali lekin boshqa holat bo'lmadi. Endi kichkina summadan qo'rqinchli summalar qilsangiz, yechib bermasligi mumkin. Yani biz endi shohaki emas, biz termination deydigan. To'g'ri, mesela kichkina summadan kichkina qilsa mana $100 tashlab $1000 qilganman-da. Yechib bergan, muammo bo'lmagan. 100 dan 1000 qilsangiz yechib bermaydi, 238 ming qilganman. Mana shunday muammo bo'lmagan, lekin keyinchalik ko'pchilik aytib qoldi-da, muammo yechib bermaydi. Ma'zurlar qilib. Balkim bo'lsa bordir. Endi nima bo'lishini biz bilmaymiz. Unaqa zo'r foyda qilsangiz, unaqa men maktabda o'qigan kundaligini so'raydi deb bahona qiladi. Ya, to'g'risi men bilmas ekanman. Xo'p, bizda balans buzildi, bo'ldi. Oy, krasavchik, tish tashadi-yu. Ulu. Zo'r natija, zo'r asal natija. Xo'p, nechi pipsi natija? Joniy savdoni o'zida 261 pipsli natija. Men aytgan joyga narx chiqib berdi, buni oqladi. Xo'p, men bildim. Hammaga rahmat. Vaqtingizni ajratganingizga rozi bo'lasizlar. Sarvaraga karta tashlab qo'yaman sizga. Bir lotam tiqadimi? Yo'q. Ya, pasta ochgan yopmasam bo'lar ekan, bir lot ish nima emas-da. Men peshina, okey. Salomat bo'linglar. Muhimi bilim bor. Tushunaverasiz, bilimni hech kim o'qiy olmaydi. Ertaga nasib qilsa savdo qilamiz, charchamaydi. Mayli, yaxshi. Rahmat. Ulug'bek telefon qilaman, okey.